Diqqat, diqqat! Hurmatli aziz samarqandliklar! Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tashabbusi bilan joriy yilning 2-3 may kunlari Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga Turkiyaning nufuzli klinikalaridan yuqori malakali mutaxassislar jamoasi tashrif buyuradi. Viloyatdagi ehtiyojmand oila farzandlari quyidagi yo'nalishlarda, jumladan onkologik jarrohlik, bolalar urologiyasi, ichak muammolari, ovqat hazm qilish tizimi jarrohligi, endokrin va disk churrasi, shuningdek tug'ma yurak nuqsonlari, yurak parogidan tashqari plastik jarrohlik yo'nalishida tug'ma anomaliyalar, tanglay yorig'i, yuz jag' va til o'smalari, kuyishdan keyingi asoratlar, turli chandiq va yaralar, yumshoq to'qimalarning shikastlanishi bilan bog'liq muammolar bo'yicha chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Eng e'tiborlisi, barcha tekshiruv va tahlillar bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi mablag'lari hisobidan bepul amalga oshiriladi. Dastlabki bosqichda bemor bolalarning barchasi tibbiy ko'rikdan o'tkazilsa, keyingi bosqichda operatsiya amaliyotini o'tkazish uchun saralab olinadi. Operatsiya amaliyotlari esa may oyining oxirgi kunlariga rejalashtirilgan. Qadrli yurtdoshlar, bunday imkoniyatni aslo boy bermang. Turk shifokorlari sizning huzuringizda ekan, ularning qimmatli va zarur tibbiy maslahatlaridan samarali foydalaning. O'zingizni qiynagan muammolarga yechim toping. Biz sizlarni 2-may kuni Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida kutib qolamiz. Murojaat uchun quyidagi telefon raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. 97 kodi bilan 921 22 14, 97 kodi bilan 917 71 72. Unutmang, har bir bola davlatimizning e'tibor va g'amxo'rligidadir.